Hammalarga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Bomish MC. Yangi videomga xush kelibsizlar. Bugungi videoda men pul topishim kerak. Sizlar meni pul topishimni ko'ringlar. Biznes qilaman. Uzr tutsa so'kinvoribman. Nu, endi videomizga boshladik. Like bosibetsam bosib qo'yinglar. Men Bomishga hali qiziqarli voqealar oldinda. Voy, yurishga endi bor-ku. Qishloqmi? Da, ko'zlarim nishongim kelmayapti. Axir qishloq topdim bu va bu juda ham men uchun yaxshi. Endi bu yerda boyib ketishim mumkin. Go'zallik qilaman. O'zim gadoyga o'tsam, yo, rasman gadoyda farqim yo'q-ku. Borishim kerak tezroq. Tak. O'zim qayerda o'tirsam, qayerda soyaroq joy bor ekan-a. Takmanmi? Hozir men mabitda o'tirganim ma'qul. Assalomu alaykum aka. Keling, gadoyga savob qiling aka. Balona gapirishni so'rab qolaman aka, gadoyga savob qiling. Savob? Da, savob qiling aka. Bari, yo'lingda qolma. Va aka, yaxshi ish qilmadingiz lekin. Hech bo'lsa 1 izumrud bersangiz ham bo'lardi aka. Mayli, hozir beraman. Bitta dona izumrud bering aka. Izumrud yoki almasmi farqi yo'q. Aka? Rahmat akajon, ismingiz nima sizda? Ismim Freemax. Freemax? Ha, 100 ming berma? ha, mana shu yer. Aka, quloqim og'riqda eshitmayman. Balandroq gapiring. Mana shu yer deyman. Ha, tushundim. Rahmat. Mana shu zo'r odam aka endi buni. Ha, rahmat aka. Arzimaydi aka. Endi yana qaytdi. Berdim odamlarga. Kelib qolinglar. Xayriya fondi ochdi. Gadoylarga kelinglar, yordam beringlar. Pulmashlar. Do'stlar kelib qolinglar. Kimsan quloq deyapsan? Aka, gadoyga ehson qilib yuboring, aka, bitta hisob ish qilib yuboring, aka. Ha, mayli, o'zi shunaqalar ko'payib ketyapti. Gadoy apokalipsis mana. Rahmat akajon. Rahmat. Aka, aytgancha kartoshka barchka olmaysizmi? Zo'r kartoshkalarimiz bor. Qanchadan qanaqa kartoshka yaxshimi yesa bo'ladimi? Ha, yesa bo'ladi endi. 200 zumrud bering, to'ta kartoshka beraman mayli siz uchun. Katta-kattalar. Mayli, ber. Avval pulni bering, aka. Svezi. Svejilardan, aka, bunaqa kartoshkani topa olmaysiz. Gadoylar ham zo'r kartoshka ekadi. Babi. Kartoshka yesa bo'ladi, aka. O'g'ziga Ya, aka, 5 yildan beri shu kartoshkani yeyman, aka. Sen men atrofingni qilmasdanmi? Bore. Ha, kirgitori bo'ldi. Gadoyga kelib qolinglar. Yaxshi qilinglar, do'stlar. Pul bering. Pul kerakmi? Ha, Ma. Keyin aka, gadoyga pul bering aka. Oh. Daraxt tagida ham yana mizg'ishim kerak, to'xtanglar. Bitta almas, 5 ta izumrud, keyin bitta jigar kirvatim. Keyin buni qo'yamiz. Uni ustiga nima desam uxlayman ekan-a. Ertalab ham bo'pti-yu. Turish kerak aytgancha. Daraxt orqasiga pulimni yashirib qo'ygandim, boru. Pulim turibdimikan, pullarimni olishim kerak, boru. Kechqurun bilan chiqatda tushimni ham shu pulimni ko'rib, rostdan boyib ketganman. Pulim qani? Yo'q. Voy! Pulim yo'q. Voy, rебята, pulim yo'q. Bomishning puli yo'qoldi. Va nihoyat emas, afsuski. Va qayerda bo'lishi mumkin pullarim? Va yaramas jinnursan qayerda? Soatam bo'lib ketibdi. Sasgan kartoshkam to'tadan qopti. Kim o'g'irladi buni? Yaramas. Bitta narsa topdi. Mokin kanal kuchaydi уже. To'xta, buni qo'yamiz. Yo, lekin jinnursan pulim qani? Yaramas. Qanaqa axir? Shu yerga qo'yib qo'ygandim uxlashimdan oldin. Nega yo'q qoldi? Voy, yana bitta endi pul so'rashim kelaverardi. Voy! Voy, cho'milib ketdim, cho'milashlikka va'da bergandim. Yaramas jinnursan. Voy! No. Freemax. Bor turing aka. Aka, pul bering.
Men pulim yo'qoldi. Shu uy olishimga qancha bo'lsa ham pul beraver. Do'stlar, men sizlarga o'zim Telegram kanalni tavsiya etmoqchiman. Telegram qidiruvga Richard past chiziqcha MC deb yozasizlar va chiqqan kanalga obuna bo'lasizlar. Obuna bo'lgandan so'ng barcha Minecraft haqidagi qiziqarli bo'lgan xabarlarni bizning kanalda kuzatib borasizlar. Hamma qiziqarli kanallar, ya'ni xabarlar faqatgina bizning kanalimizda. Qancha bo'lsa mayli, o'zingiz hissingizni qo'shing aka. Pulman kambag'alman. Yaram yangilar bor deysiz aka. Aka. Pul. Aka. Bu yil mayli aka, boyligingiz beraver deysiz. Mayli aka, rahmat ha. Men endi Mr. Fakatga boraman. Mr. Fakat akam zo'r akam. Kecha mendan kartochka sotib olgan. Bugun ko'ring. Mr. Fakat aka, ya aka, nima keldi? aka pul bering. Yanami? Ana uy pulim yo'qoldi. Uyim ham yo'q, ko'chada soqatdim. Bitlab chaqtashadi dabba. Nimagilar? Chimillar qo'llarim qarang, yarim bo'lib ketgan. Mana qarang, sarg'i yotibdi. Aka pul bering. Qara bitta shalvari qolsa olasizmi? Ya, bitta bu qo'lat. No, 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 no. Mana. Rahmat aka, rahmat. Rahmat aka. Yana kartochka oling aka. Yo'q, kerak emas san kartochka. Aka, omadingizlar aka. Kerak emas, san kartochkangni deb ado bo'ldim, kerak emas. Xo'p. Aka, omadingizlar. Mer. Uttag'im olaman seni, ha? Yaramas. Mermidi? Mermidi? Agar hozir siz bilan gaplashaman, 1-2 so'm kerak qolsa aloqada resku. Mayli. Aka, qo'ying kartochka olmadingiz, ha? Devore. Aka, mayli. Borish kerak endi. Maxik to'yiga boraman. Max aka. Boring, Freemax ketdimsizmi? Boring. Ha, mayli, ketdim. Maxik aka pul bering. Mapul. Qani? Rahmat aka. Aka, umringizdan baraka toping. Aka, bittasini Freemax mardilar, mayli. Rozi emasdim, qo'ying, xudoga soldim. Aka, rahmat ha. Aka, yana pul tashvori. Kashka olasizmi aytgancha? Katta kashkalar bor. Berchi? Freemax aka, siz ham olasizmi? Ha, olaman. Ber. Nima deysiz? Menga ham tashladingmi? Hozir avval pulni beryapsizlar. Rahmat. Mister aka, siz ham chiqing, Mr. Fakt aka. Xo'p, savdo zo'r. Kartochka kelar, kartochka, katta kartochka. Bugungi kartochka kechagidagi emas aka, bugungisi zo'r. Baraka. Pul tashlaylar endi, pul tashlaylar ham bala 2 ta 3 ta izumruddan tashlaylar akalar. Ana, aziz seni boyiq tashlaymiz. Rahmat akalar, uy olib, bular pul kerak edi, ya'ni. Rahmat, hammalar pul sachil qilasizlarmi? Mayli, sachila, davom etinglar. Rahmat, yana. Men pulga to'ymayman akalar. Voy, Mr. Fight aka o'zlariga o'xshagan, o'zlarining kiyimlarining rangidan zangor pullar tashlayaptilar. Maxik aka esa o'zlarining rangidan, Freemax aka esa любой rangni tashlaydi. Rahmat akalar, hammalarga aytgancha, Maxik qilichingiz berib turing aka. Hamma ol. Hozir kerak-da akajon, endi rahmat aka, aytgan nima qilich bilan o'qimoqchi edim-da, ana bu buxdan sizlarga uraman, qochaman, pulli endi hayotda ko'rmaysizlar, qochish kerak. Yo'q. Qo'lashyapti. Do'stlar, ikkinchi qism chiqishi olasizlar, ushbu videoga 20 ta like bosinglar, keyingi videogacha ko'rishguncha sog' bo'linglar. Salomatlar. Yo'q.